Musulmonlar o'z dinida mustahkam bo'lgan vaqtlarda ularni ne sepillar, ne tog'lar, ne dengizlar to'sib qola olmaydi. Tarix Hijriy 92-yillar qadam qo'yganda islom gullari har yerda ichilyotdi. Afrikaning shimoliy qismini fath qilgan Musa ibn Nusayr Yevropaning yurkiga oyoq bosish uchun Tarix ibn Ziyadni Andalus, ya'ni hozirgi Ispaniyani fath qilish uchun qo'mondon qilib tayinladi. Milodiy 711-yili Tarix ibn Ziyad fath qadamlarini oldi va uni fath qildi. Musa ibn Nusayr Andalusni fath qilishdagi maqsadlardan biri Konstantinopol, ya'ni Istanbulning fathiga yo'l ochish edi. Chunki Osmon roziyallohu anhu kimiki Shimoliy Afrika va Andalusni fath qilgan bo'lsa, Konstantinopolning fathiga sherik bo'ladi deb aytgan edi. Musa ibn Nusayr hamma ishni tartib bilan ilib borgan bo'lsa-mu, Afrikaning shimolidagi eng cho'ng to'salg'u Sadda shahri texi fath bo'lmaydi. Buning hokimi Yuliya bo'lsa Nasrani edi. Uningdan boshqa musulmonlarning Andalus yer shakli bilan notunish bo'lish bilan birga mujohidlarning Mag'ribdan Andalusga o'tadigan yetarli kemalar yo'q. Haqiqatan kim Allohga taqvodorlik qiladi ekan, Alloh uningga o'yilmagan yerdan chiqish yo'l beradi. Andalus ichida chiqqan to'qinishlarda Rodlet Andalus podshohi G'aytashani o'ltirib, Andalusning yangi podshohiga aylandi. Rodlet nihoyat buzuq kishi bo'lib, ko'ziga chiroyli ko'ringanligi qizlarni dafsan qiladi. Shu qatori Sabta shahrining hokimi Yuliyaning qizini saroyda tutib olgan. Eng yaqin do'stining o'ldirilishi va qizining qismatida yenib turgan Yuliya Tarix ibn Ziyadga elchilar avatdi. Va agar Ispaniyani fath qilib, zolimdan qutuldiradigan bo'lsa, musulmonlarga itoat qilganligini bildirdi. Va mudofiasi nihoyat mustahkam bo'lgan Sabda portini o'tkazib berganligini, Andalusga o'tishga kerakli bo'lgan kemalar bilan ta'minlaydiganligini va Andalus yer shaklini o'rganishga yordamchi bo'lgan qobiliyatli kishilarni berganligini bildirdi. Shart Rodlet tarafidan tortilgan ziminlarni elib berish edi. Subhanalloh, nima degan arzon mato? Haqiqatan Alloh bir ishni iroda qilsa, uning sabab imkoniyatlarini hozirlab qo'ydi. Qo'lidan kelgan tayyorliklarni qilib, islom tarqatish uchun oliy himmat bilan turgan musulmonlarga o'yilmagan yerdan Allohning yordami kelgan. Tarix ibn Ziyad Andalus tuproqlariga qadam qo'yganda Rodletning askarlari biz shundoq insonlar bilan urushdikki, bular yer ahlimi yoki osmon ahlimi hech bilolmadik. Bular kechalari ibodatda bo'lsa, kunduzlari shiddatli jang qilmoqda. Darhol o'zingiz yetib keling, deb Rodletga maktub yo'llaydi. Bu xabar yetib kelishi bilan Rodlet 100 ming kishilik otliq qo'shin bilan yo'lga chiqdi. Lekin musulmonlarning soni 7 ming kishi va ko'pchiligi piyoda jangchilar edi. Tarix ibn Ziyadga dushman qo'shinining soni yetib kelgandan keyin yordamga askar talab qildi. Musa ibn Nusayr 5 ming kishilik qo'shin avatdi. Bularning hammasi piyoda askarlar edi. Rodlet bo'lsa Iroqdan ustiga arg'amchi ortilgan ko'pligan qichir eshaklarni birga elib kelgan edi. U bu ozg'ina osmon ahllarini asir qilamanda qutqulini bog'lab ilib ketaman deb o'ylagan edi. Shundoq qilib Hijriy 92-yili Ramazon oyining 28-kunida musulmonlar tarixidagi eng sharafli janglardan biri yuzga chiqdi. Bu jang uzluksiz 8 kun davom qilib, Ramazon oyida ham shu janglar ichiga kirib ketdi. Bugungi ko'pchilik musulmonlarning yetliqimi, nada o'ynash, nada kulish bo'lsa, Fatih ajdodlarimiz din yo'lida qilichlarini chaqnatgan bo'lib, mana bu ular bilan bizning farqimiz edi. Nasaralar top-to'pi bilan qattiq hujumga o'tib tursa-mu, musulmonlar Rabbisiga bergan ahdisi tufayli tog'dek sabr, chidam, g'ayrat bilan jangni davom qildi. Musulmonlardan 3000 kishi shahid qilindi. 8-kuni musulmonlarga sabr bardosh Alloh subhanahu va taoloning nusratiga sabab bo'ldi. O'zidan 10 barobarga to'g'ri keladigan, yana kelib hammasi otliq bo'lgan nasaralar qo'shini zaif bir musulmonlar jamoati tarafidan mag'lubiyatga uchragan edi. Ana shu kundan boshlab Andalusda islom fatihligining yangi sayfalari ichilish boshlandi. Nasaralar tarixdagi bu sharmandalarcha mag'lubiyatini keyingi avlodlarga tushuntirishga amalsiz holda Tarix ibn Ziyadning kiyimlarga o't qo'yib, orqanglarda dengiz, oldinglarda dushman. Yashmoqchi bo'lsanglar faqat urusizlar deyish bilan o'z qo'shinini majburlaganligidek yolg'on tarixni o'ydirib chiqishga majbur bo'lgan. Andalus musulmonlar tarafidan fath qilingandan keyin butun dunyo miqyosida chaqnagan yulduzga aylandi. Zalim podshohning zulmi so'nkigicha patgan nasaralar islom adolati ostida ko'plab islom dinini qabul qildi. Bu vaqtda Yevropaliklar eng qorong'u davrni boshdan kechirayotgan bo'lib, o'rmonlikda yashaydigan yovvoyi xalqlarni o'z ichiga oldi. Va ba'zi xalqlar hatto ishorat orqali bir-birlarining maqsadlarini tushunadi.
Andalus musulmonlari boshqarishida 800 yildan ko'proq vaqt ichida misli ko'rilmagan darajada taraqqiyotni maydonga chiqardi. Ilm ma'rifat shu darajada rivojlandiki, keng ko'lamda olim, talib ilmlar ko'payib ketdi. Bag'dod kutubxonasidan qolsalar, o'z davridagi eng chong kutubxona bo'lgan Qurtuba kutubxonasi hech bir bosmaxona bo'lmagan zamonlarda 200 ming qo'lyozma kitobni o'zida mujassamlagan. Hatto Angliya podshohi 4 dona odamining Andalusda ilm tahsil qilishini umid qilib, risola avatgan ediki, risolaning oxirida itoatman xizmatkoringiz Angliya podshohi deb yozilgan. Shu vaqtdagi ilm ma'rifatning saviyasini Nobel mukofoti nomzodi fizika olimi Pierre Curie'ning mundaq so'zidan qiyoslash mumkin. Musulmonlarning Andalusdan bizga 30 ta kitobi qoldi. Biz shu kitoblarni o'qib, atomni parchalashga muvaffaq bo'ldik. Agar biz ko'ydirayotgan musulmonlarning 1,5 million kitobi qo'limizda bo'lgan bo'lsa edi, biz shu kitoblar bilan sayyoralarda yashab yurgan bo'lardik. Shu vaqtda Qurtuba olamning javhari deb nom olgan. Qurtuba yiqitilgan vaqtda bo'lsa 700 masjid, 300 xalq muntisi, 70 dona kutubxona bor edi. Andalusdagi taraqqiyotlar kishining aqlini qancha lol qilsa-mu, musulmonlardagi xatoliklar Alloh taolaning o'zgarmas sunnatlarining joriy bo'lishini to'sib qila olmadi. Tarixga qarasak, musulmonlarning mag'lub bo'lishining sabablari ham ayni edi. Ular Qur'ondagi Allohning arg'amchisiga mahkam eslanglar, bo'linmanglar buyruqini unutishgan va chil bo'rlarga yem bo'lishgan edi. Musulmonlar dunyoga muhabbat bog'lab, aysh ishratlarga berilganida gunoh ma'siyatlar oshkor bo'lib, shariat ahkomlariga beparvolik qilganida va haqli kishilar o'rniga haqsiz kishilar vazifaga chiqqan vaqtda Andalusda katta bo'linish, firqozlik vujudga chiqib, o'z qabilasi, erqi e'tibor bilan bo'linib, kichik 22 davlatga parchalanib ketdi. Hatto bular bir-birlariga qarshi nasoralardan yordam so'rab, o'z qarindoshlariga urush ochadi va qo'g'dinlatdi. Buning uchun hatto ularga jizya to'lashga rozi bo'lishgan edi. Bir bo'lib turg'unida nasoralarga hukm yurgizib, izzat bilan yashagan musulmonlar bo'linishdan keyin ularga jizya to'lab yashamoqda edi. Ular bir-birlariga tabi bo'lib yashashdan nasoralarga tabi bo'lishni afzal ko'rgan edi. Al-Vala val Bara aqidasidan uzoqlashgan musulmonlar nasoralar bilan do'st ulfatlashib ketish orqasidan To'lay-To'laning hokimi nasara do'stiga To'lay-To'laning mudofaa maxfiyatligini oshkorlab qo'ydi. Eng avval mustahkam qal'alar bilan mudofaasi va strategik o'rni muhim bo'lgan To'lay-To'la qo'ldan ketdi. Orqasidan poytaxt Qurtuba qo'ldan ketdi. Musulmonlar dahshatli qirg'inchilikqa uchradi. Ayol erining ko'z oldida, qiz dadining oldida tajovuzchilik uchradi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Musulmonlarning qo'ldagi eng oxirgi shahar Granatami buningdan qochib qutula olmadi. Nasoralar uch tarafdan hujum qilgach, Amir Abdullah maslahatga chaqirdi. Ahli ilmlar dushmanlarga qarshi jihad qilishga chaqirdi. Butun xalq qo'zg'alib 7 oygacha nasoralarni yiqin keltirdi. Nasoralar bu holatdan osonlikcha Granatani olg'il bo'lmaydiganligini tushunib, sulh qilishga chaqirdi. Lekin musulmonlar ichidagi o'yg'oq kishilar buning bir to'zoq ekanligini, jihadni to'xtatmaslik kerakligini aytgan bo'lsa-mu, ba'zi buzuq maslahatchilar kishilarni qechishga chaqirdi. Amir Abdullah bo'lsa sulh qilib shahardan chiqib ketdi. Musulmonlar Andalusni fath qilgan chaqda ularning soni 12 ming bo'lgan bo'lsa, chiqib ketganida million yetadi. Mana bu ikki davrdagi kishilarning askariy quvvatini emas, iymon e'tiqodini ko'rsatib beradi. Amir Abdullah chiqib ketgach, orqasiga qarab ig'ir nafas oldi va ko'chalarga to'lgan xristian askarlarning Al-Hamra sarayini qanday talon-taroj qilganligini ko'rib, qattiq yig'lashga boshladi. Onasi uning qarab, "Yig'la o'g'lim, yig'la. Bir erkak kabi urushmading, hamda ayollar kabi yig'la", dedi. Musulmonlar qatlamning ig'irligidan o'zlarini nasara deb e'lon qilishga majbur bo'ldi. Lekin bu munkar qilmadi. Juma kuni yuyingan va xatnisini qilgan har bir kishi qilishdan o'tkazildi. Va musulmonlarning mavjudligiga doir butul tillarni, madaniyatlarni yo'q qilishga boshladi. Bu vaqtda boshqa joydagi musulmonlarning ahvolimi Andalusdan qilishmaydi. Hamma o'zlariga alohida bo'lib olishgan, Osmoniylar o'z-o'zi bilan ovar ediki, Andalusga hech yerdan yordam kelmaydi. Nima uchun Andalusda musulmonlar butunlay yo'q bo'lib ketilgan, boshqa joylarmi tajovuzchilikka uchragan-ku deb o'ylashingiz mumkin. Chunki boshqa zamonlarga tajovuzchilarning askarlari kirgan bo'lsa-mu, Andalusga yashash uchun butun dunyoning har qaysi joylaridan nasoralar jalb qilinib, aholilari o'rlashtirilgan. Mana bugun qaysi holatimiz ayni vaqtdagi Andalusga o'xshamaydi?
Xitoy kommunistlarining har xil e'tibor siyosatlari bilan turkunda oqqon Xitoylarni jalb qilib, Sharq Turkistonga yo'tkab akilishi buningdan hech farq qilmaydi. Va ayni chog'dagi musulmonlarning ajalli xatoliklarimi bizlarning bugungi holatimizdan qilishmaydi. Undaqda bizni hamda nimalar kutayotgandi? 800 yildan ortiq islom geografiyasining g'arbiy chegarasida chaqnagan Andalusning Barselona, Madrid shaharlari futbol klublari bilan ko'z oldimizga kelgan bu kunlarda Sharqiy Turkiston tarixga aylanamdi yoki qaytadan qad ko'taramdi. Mana bu siz bizlarga omonatdir.